Uyni pishgan g'ishtdan qilgan yaxshimi, paxsadan, xom g'ishtdan, gazoblokdan yoki mana bunday penoblokdan qilgan yaxshimi? Qaysi biri baqut bo'ladi ekanlar, kommentariyga o'z javoblaringizni yozib ketasizlar, hammaga foydali bo'lib qoladi. Pulni pulga uraman, serdaromad biznes qilaman deb oqtar yurganlar uchun serdaromad penoblok biznesi va gazoblok biznesi bo'ladi ekanlar. Mana shu yevro komplektimizga keladigan bo'lsak, mikseri, kompressor, mishalka hamma narsasi bo'ladi ekanlar. Narxi $900, O'zbekistonda 12 davlatga dostavkasi bepul bo'ladi. Bonusga o'rgatib qo'yishadi ekanlar. Xo'sh, gazoblok uskunasiga keladigan bo'lsak, mana bunday suv yonkislari bo'ladi. Ikkita qolibi, mishalkalari. Bonusga buni ham o'rgatib qo'yadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $1500, dostavkasi O'zbekistonda 12 davlatga ichida bo'ladi. Xo'sh, puli arzonroqdan so'raganlar uchun $700 bo'ladi ekanlar, oddiyrog'i bo'ladi. Buni ham kompressori, mikseri, mishalkasi hamma yo'q bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa $700, vodiy bo'ylab dostavkasi bepul bo'ladi. $800 bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda 12 ta viloyatga dostavkasi bepul. Pastda telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun skidkalar qilib berishadi. To'liq video Seldor YouTube kanalida.